Assalomu alaykum. Bektemir Meliqo'ziyev jang haftasiga yetib keldik. Do'stlar, kanalga obuna bo'lamiz, videoga bitta like'larni bosib yuboramiz, kommentariyada Bektemirga omad so'zini yozib qo'yamiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring. Bektemir Meliqo'ziyev jangini qayerdan, qachon ko'rishingizni aytib o'taman. 30-may AQShning Nevada shtati Las Vegas shahrida Golden Boy va Dazn tashkilotlari hamkorligida katta boks oqshomi tashkil etilmoqda. Unda hamyurtimiz Bektemir Meliqo'ziyev Darius Filxumga qarshi ringga ko'tariladi. Darius Filxum faoliyatida 14 ta jang o'tkazgan, barchasini g'alaba bilan yakunlagan. Bektemir Meliqo'ziyev faoliyatida 16 ta jang o'tkazib, 15 ta g'alaba, bitta mag'lubiyat qayd etgan. Do'stlar, Bektemir Meliqo'ziyev jangini O'zbekiston vaqti bilan 31-may tongda 6:00 da MySport.uz Telegram kanalimizda jonli efirda tomosha qilsangiz bo'ladi. Bu uchun kommentariyada turgan silkani bosing va Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ying. Jonli efirda jangni biz bilan tomosha qiling. Do'stlar, Bektemir Meliqo'ziyev qo'llab-quvvatlab kommentariyada omad so'zini yozamiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga bitta like'larni bosib yuboring.